Ayol kishi yomonmi? Demak, bunga majbur bo'lgan. Ayol kishi bekordan bekorga xafa bo'lmaydi. Bekordan bekorga xato, kamchilik bo'lmaydi u ayollarda. Ayol kishi bekordan bekorga o'zini baxtli ko'rsatmaydi. Ayollar nimagadir majbur bo'lsa, o'shanda qiladi o'sha ishni. Ayol kishini fitratida bor bu narsa. Ayollar undoq, ayollar bundoq, atayin qilgan shu narsani deyishdan oldin uni fitratiga e'tibor qarating. Fitratida yo'q u narsa. Ayollarni har qanday asov ayolni yo'lga solsa bo'ladi. Shirin muomala, shirin so'z bilan. Ayol kishi fitratdan itoatli, itoatkor har qanday narsaga. Hozir xato kamchiligi bormi? Demak, majbur qilingan insonlari bor. Hozir ajrashmoqchimi? Hozir ketmoqchimi o'sha joydan? Demak, majbur qilingan bu narsaga. Hozir xatolari ko'pmi? Demak, majbur qilindi bu narsaga. Ayol kishini har qanday yaxshilikka olib borsangiz bo'ladi. Chunki men shunaqa insonlar bilan, shunaqa ayollar bilan ishlayman, o'ta maza qilaman. Juda, masalan, boshqalar tarbiyasizga chiqargan ayollarni ham men boshqacha ko'z bilan ko'ra olganman. Hamma gap uni fitratini ko'ra olishda va o'shanga qarab yurishda.